BBCning bergan ma'lumotlariga qaraganda 421 inson, bu 2020-yil boshidan to 23-yil sentyabrga qadar is gazidan zaharlanib halok bo'lgan o'zbekistonliklar soni. Yildan yilga ortayotgan o'limlarni kamaytirish mumkin bo'lgan oddiy yechimga nega e'tibor qaratilmayapti? Bu 20-yildan 23-yilgacha bo'lgan holat bo'lsa, endi 24-yilgacha bo'lgan 24-yilning holatini ham o'rganamiz. Bu Daryo o'zining bergan ma'lumotlari O'zbekistonda 24-yil boshidan buyon is gazi bilan bog'liq holatlar sabab 82 kishi vafot etgan. Xo'p, ko'rib turganingizdek 82 kishi vafot etibdi is gazida. Bu oddiy holat bo'lishiga qaramasdan hali ham bunga asosiy yechim topilmayapti. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, siz Short Savdo kanalidasiz, siz bilan Nodir Shoh. Albatta O'zbekistonda qish kelishi bilan is gazidan zaharlanib o'lganlar soni juda ham oshib ketadi. Kunda internetlarda xabarlar tarqaladi. Ammo nima sababdandirki, balki bilmas, balki bilar, naqrislik qilib, ya'ni pulga qizg'anib shu narsani xarid qilmas. Detektorlar bor, ya'ni detektorlar bor. Is gazini aniqlaydigan detektorlar bor. O'shandan foydalanishni ba'zilar bilmasligi mumkin. Ammo shu narsani ham balki hukumat majburiy qilib qo'yar. Majburiy qilib qo'yish kerakdir, mana shu xavflardan oldini olish uchun. Shunday detektorlar borki, avvalambor is gazi hidsiz bo'ladi. Hidsiz bo'lganligi uchun hidsiz, sezmasligi mumkin. Uxlab qolganda odam sezmasdan is gazidan zaharlanib o'lib, ya'ni vafot etishi mumkin. Juda ham ko'p hollarda O'zbekistonda is gazidan zaharlanish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Shu sababli mana shu narsa borligini men bildirmoqchiman. KO detektorlar degan detektorlar bor. Ular elektr energiyasiga suqib qo'yiladi. Ba'zilari 220 vatga, ba'zilari 12 vatga batareyka orqali ham ishlaydigan turlari mavjud. Elektr mavjud bo'lmagan joylarda batareyka orqali ham ishlaydigan detektorlar mavjud. Ular qanday vazifani bajaradi? Ya'ni is gazi sizib chiqqanda, uyga is gazi sizib chiqqanda, ularni tokka suqib qo'yasiz, 24/7 ishlaydi. O'zidan signal chiqaradi. Ya'ni ovoz chiqaradi. Kuchli ovoz chiqaradi. O'sha ovoz orqali siz uyg'onishingiz va shu is gazi tarqayotganini bilishingiz mumkin. Qayerdan is gazi chiqib ketayotganini, sizib chiqqanini, uyingizda is gazi yurganini bilishingiz mumkin. Ammo o'zingiz bu narsani bilmaysiz. Hidsiz bo'ladi. Chunki is gazi hidsiz bo'ladi. Bemalol o'tirganingizda ana shundan zaharlanib vafot etib qolishingiz mumkin. Oilangiz vafot etishi mumkin. Shu oddiygina narsani xarid qilmaganligingiz uchun. Shuning uchun buni hukumat doirasida, o'zi aslida hukumat doirasida qabul qiladigan qaror o'zi aslida bu narsa. Bunday qimmat narsa turmaydi. 200 ming turadi, 300 ming turadi, har xillari bor buni. Sifatiga qarab, har xil turlariga qarab farqlanadi. O'zi aslida mana shu narsani hamma uylarga, ya'ni pechkalar qo'yiladigan, domlarga, ko'p qavatli uylarga qo'yish kerak shu narsani. Gaz bilan ta'minlanadigan, ya'ni ichkari xonasi gaz bilan ta'minlanadigan uylarga o'tin, ko'mir yoqadigan, uyni ichida yoqadiganlarga mana shu narsani qo'yish kerak. Ana shunda oilangizni, yaqinlaringizni hayotini ham xavfga qo'ymaysiz. 200 ming, 300 ming sababli kimdir o'lib ketishi kerak emas deb o'ylayman. Shunaqa narsalar bor va mana shuni men hozir qanday topishni, hattoki o'zim nasiyada ham bor shunaqa narsa. Bo'lib to'lashga ham olsangiz bo'ladi. Agarda shu mablag'ingiz yetmasa, pulingiz yetmasa shu narsaga, kimdir bar bexosdan qachondir zaharlanib shu is gazidan o'lib ketishi mumkin-da. Masalan ayta olmaydiki hech kim, menda bunaqa holat bo'lmaydi deb ayta olmaydi hech kim. Qachondir balki shunaqa holat sizda ham bo'lishi mumkin. Shu sababli hozirdan harakatingizni boshlab, xavfsizlikka e'tiborli bo'lish kerak. Qish boshlanganda mana shu muammo boshlanadi, ammo buni hukumat doirasida hal qilish hozirgacha kechikyapti, surilyapti kechga. Oddiy detektorlarni tavsiya qilish, ba'zilar tushunmasligi mumkin, bunaqa narsa borligini bilmasligi mumkin. Mana shu narsani fuqarolarga, xalqqa yetkazish kerak. Shunaqa narsa borligini, shunaqa narsa xarid qilish kerakligini tushuntirish kerak. Faqat kelib jarimani uravermasdan. Masalan, bitta xato qilsa ham tashqarida qo'yilgan narsasiga ham jarimani urib qo'yaveradi-ku. Mana shu isitish mavsumida shunaqa holatlar ham ko'p bo'ladi-da. Aslida mana shu xavfsizlikka tushuntirish kerak xalqqa, xavfsizlik choralarini. Ba'zilar uni tushuntirmasdan jarimalar qo'llashadiganlar ham bor.
Hozir mana shuni topishni, KO detektorini topishni o'rgataman va xarid qilib qo'ying, albatta. Birinchi navbatda telefoningizni olib olasiz qo'lingizga. Google Chrome ilovasidan ustiga bitta bosasiz, Google Chrome ilovasining ustiga bosasiz. Qidiruv bo'limiga kirasiz. KO detektor deb yozasiz. KO detektor deb yozamiz. Mana chiqib turibdi tepada. Mana shuni yozasizda bitta pochtik berasiz qidiruvga. Mana xohlasangiz mana uzumda ham bor. Shu detektor uzumda ham turi bilan bor. Agarda bo'lib to'lashga olmoqchisiz yoki sizda shaharingizda topilmasa mana shunaqa narsadan foydalansangiz bo'ladi. Ustiga bosamiz. Endi ichini ochib ko'rsatishim kerak, baribir aniq ma'lumot berib rasmlarigacha ko'rsatishim kerak. Qarang. Umniy detektor 24/7 ga ishlaydi. Gaz, metan, har xil propan, har xil gazlardan ogohlantirib signal chaladi. Agarda xonangizda shu ozgina gaz sizib chiqsa, bu sizga xabar beradi. Shundan bilsangiz bo'ladi, chunki gaz hidsiz bo'ladi, is gazi. Xo'p, buni ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Qarang, ko'rinishi shu oddiygina holatda. Razvedkaga tiqiladi. 9 vatgina elektr energiyasi talab qilar ekan. 220 vattga qo'yib qo'ysangiz 90 vattgacha ishlaydi. O'zi 9 vattgina talab qilar ekan batareykasi. Tokka suv qo'yar ekansiz. Tokka suv qo'yasiz. Ko'ryapsizmi? Qanday ixchamgina, maydagina, kichikgina narsa. Olsangiz bo'ladi. Bo'lib to'lashga ham olsangiz bo'ladi, hattoki agar pulingiz bo'lmasa shu narsaga. Qarang, 299 ming so'm ekan. Xo'p, 6 oyga bo'lib to'langacha bo'lsa 62 mingdan tushadi. Zato xavfsiz bo'lasiz. Oilangizni hayoti xavf ostida bo'lmaydi. Mana shuni olib qo'ysangiz. Xo'p, buni qanaqa turlari bor ekan, yana ko'ramiz. Ko'ryapsiz, mana bunaqa turlari bor. Mana shunaqa turlardan bor. Batareyka 9 vattgina batareyka talab qiladi. Ya'ni svet o'chib qolsa ham batareykaga ham ishlayveradi, tokka ham ishlayveradi. Yana mana bunaqa turlardan bor detektorni. Ammo bizda bunaqa talab yo'q. Bu narsani ba'zi bilmasa kerak, chunki ko'pchilik bilmasa kerak. Bu narsa borligini ham. Qisqasi mana shu juda ham zo'r ekan. Menga yoqdi mana shu detektor. Is gazdan himoya qiladigan mana shu detektor menga juda ham yoqdi. Xo'p, sizga o'ziga yoqqanini tanlaysiz, menga shu yoqdi. Agarda mana shu detektorni olib qo'ysangiz, oilangizda, yaqinlaringizda hayotini xavfdan himoya qilgan bo'lasiz is gazidan. Hech kim ayta olmaydiki, kimdir ertaga mana shunaqa holat meni boshimga tushmaydi deb ayta olmaydi. Shu sababli mana shunaqa narsadan olib qo'ying. Qish faslida qo'yasiz. Yoz, kuz faslida uncha ko'p talab qilinmaydi bu narsa. Gazga ehtiyoj bo'lmaydi unchalik, ammo qish faslida uyda isitish uchun ko'mir, shunga o'xshagan har qanday narsalardan foydalanadi odamlar. Uyini ichiga qo'yadi. Bu esa is gazining tarqashiga olib keladi. Sizib chiqadi. Is gazi pechkalarning ochiq joylaridan sizib chiqishi mumkin. Shuni bilasiz. Is gazi agarda tarqayotgan bo'lsa, yo pechkangizni almashtirasiz yoki yopasiz pechka joyini. Shu sababli shu narsa kerak. Shu narsani tushunishingiz kerak. Shu narsani olib qo'ying. Iloji bo'lsa. Xo'p, kanalimiz a'zolari videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.